Kasbi Bayozi. Kasbi tuman hokimi To'xtamurod Meyliyev hamda Respublika Ma'naviyat va targ'ibot markazi Kasbi tumani bo'linmasi rahbari Ahmad Xudoyberdiyevlar tomonidan tayyorlangan. Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda, ko'hna Kasbi shaharchasi eramizdan ancha avval bunyod etilgan. Bu joy qachonlardir mustahkam qal'a bo'lgan. Hozirgi Sulton Mir Haydar ota ziyoratgohi qal'aning bir qismi. Ziyoratgohdagi ta'mirlangan imoratlarning nuragan joylari bu joyning tarixi juda qadimga borib taqalishidan dalolat berib turibdi. Bu esa kasbida hunarmandchilikning, kulolchilik san'atining ravnaq topishiga xizmat qilgan. Bir so'z bilan aytganda, kasbi hamisha go'zal va navqironligi e'tiborni tortib kelgan. Kasbi Bayozi kitobini kitobxonlarga o'qib o'rganishga tavsiya qilaman.